Imom Termiziy rivoyatlarida Abu Umoma radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda shunday deyiladiki: "Qila ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ayyu du'ai asma'u?" Ya'ni ey Allohning rasuli, eng eshitiluvchi, ya'ni eng qabul bo'luvchi duo qaysidir deb so'rashgan ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam eng ijobatga yaqin, Alloh taolo eng ko'p qabul bo'ladigan duolar qola jawful layli va duburas salawatil maktubati. Ya'ni tunning oxirida va farz namozlaridan keyin qilingan duolar eng eshitiluvchi, Alloh taolo qabul qiluvchi, ijobat bo'luvchi duolardir deb aytib o'tdilar. Bu ham azizlar Robbimizni bizlarga ne'mati, marhamati. Chunki siz bilan biz Alloh taolo duo qilsak duoyimiz ijobat bo'ladigan o'rinni agar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bizlarga bildirmaganlarida qaydan biladi? Alloh taolo xohladi, fazli karami bilan mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam orqali Xudoy taolo bandalarim agar menga duo qilmoqchi bo'lsalaring, duolaring ijobat bo'lishligini istasalaring mana shu vaqtlarda, kechani oxirida va farz namozlaridan keyin menga duo qilinglar. Men eng ko'p duolari mana shu vaqtda ijobat qilaman deb Xudoy taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam orqali siz bilan bizlarga duo ijobat bo'ladigan o'rinlari aytib o'tyaptilar.